Bilasizlar, bizning profilda eng trendiy, eng hozir hamma qiziqayotgan shu narsa bo'lsa, shu narsani yasab biznes qilardim yoki o'zim uchun yasardim deydigan narsalar topsanglar bo'ladi. Bugun o'sha narsalardan yana bittasini sizlarga obzor qilib beraman. Ko'rishdan oldin sizlarga bitta video ko'rsataman, ko'rib maza qilasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli narsa yasagan ekan. Videoni ko'rdinglar. Hozir bu profilda men kommentda o'tsanglar, rahmatga qilib ketaman. O'zingizlar ko'rib, o'tda zo'r narsalar yasagan, miyanglar portlab ketadi, zo'r ideyalardan. Shu videoda ko'rgan narsangiz mana bizga keldi. Qaranglar, buni 2 xil idishda olib kelganmiz. Bittasi 50 mg, bittasi 100 mg. Bunisi 20 ming so'm, buni 35 ming so'mdan sotib olamiz. Videoda ko'rgan zaringlar bo'lishi kerak, adashmasam, o'shanga o'ljalar olib keldik. Buni faqat hozircha shu ranglardan bor. Buni narxi 10 ming so'm. Undan tashqari eng qizig'i, mana 16 xil rangini olib kelganmiz. Bunga qo'shsanglar bo'ladigan yoki oldingi smovlarga qo'shsanglar bo'ladigan eng zo'ri mana bu ko'rishingiz mumkin, ranglarni mevalarda tasvirlab qo'yibdi, ajratib olishingiz uchun. Buni narxi 4 mingdan. 4 mingdan. Dona narxlarini aytamiz, agar optimal olsanglar bundan arzon qilib beramiz. Hop, buni 16 xil rangi bor. Buni rangini olib kelganmiz. Bundan. Buni o'zini addenni qopqog'i bor. Ichiga bu do'konga olib kelishingizdan chiqibdi. Absahiy do'konda bor. Bu yerga olib kelib qo'yamiz, xudo xolisa. Dastavka bo'yicha har doimgidek opisiyaga nomerlar yozaman. O'shandan ko'rib, Telegramdan yozsanglar bo'ladi.